Afterski qilib qo'shiqni tayyorlab aytish bu juda ham zo'r degani. Buxoroya bodomash, kanikani kadomash. Mani fikrimni so'ramoqchi bo'lsangiz, Hurmatsizlik emas, haqorat. Qachonki buzilsa qo'shiq yuragi og'riydi. To'y qilayotganmiz 25 yil kutgan chegal. Ayolingiz bilan urushganingiz, qanaydir muammoyingiz, moshinangizni buzilgani, boshqasi u uchun bu aybdor emas. Aybdor emas. Men senga aytdim deydi, bo'lmadi dedi. Siz keyin shu bir ikkita to'y olib qutulasiz undan. Bularni arkasidan gapirish kerak emas. To'g'ri. Bularni dedi aytdi qilish kerak emas, muhokama qilish kerak emas. Böyük gulzor jamoalashni bo'bat mushkil xo'tan, ruhbahash aslu balo atri jamoalash g'alat. Buni kim aytadi? Iloji boricha biz ana shu narsani yo'qotishimiz kerak narsa. Shu kimnidir to'yini buzishga kirmaydimi? Kiradi. Zol Hamdam aka bilan birga ishlaganman. Buni tan olish kerak. Mehnat bor-a? Mehnat bor. Afterski qo'shiqlarimiz juda ko'p. Taxminan bilmadim, bir 30 dan o'tgandir. Bilaman, kelinglarman, o'rgataman deb aytmoqchi emasman. Qanchadan qancha xarajat va qanchadan qancha qo'shiqlar mehnat qildi u bola. Qanaqa mehnat qildi, u omadini bersin, men faxrlanaman shunday. Men shu bola bilan juda ham faxrlanaman. Buxoroning farzandligi uchun. G'alati bo'yla kaloming g'alat. Qarang, kupletini kim aytadi? Har qanaqa holatda 100 ga 100 xizmat qilib berish kerak. Targ'ibot, o'sha internet, shunaqa narsa bizga yetishmaydi. Birinchidan, ikkinchidan. Men gapga agar hamisha xafaman. Chunki qachonki aniq tamom hit bu. Buning arkasidan non topasan sen desa, o'shanga bir 200-300 dollargina bir balo qilib rasoq qiladi-da. Bugungi boshlagan ishimiz bir unumli, xalqimizga manfaatli bo'lsin. Kimki niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Qatorga biz ham Robbana anzilan munzalan mubarakan tahrilan munzilan. Aylanay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Assalomu alaykum buxoroliklar YouTube kanali obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Va'da qilingan anonslarda aytilganidek, xo'p, iste'dodli ijodkor bugungi kunda Buxoro mavrigilarini, buxorocha qo'shiqlarini, qolaversa mualliflik qo'shiqlari bilan minglab insonlarni qalbiga yo'l topib borayotgan iste'dodli, tinib tinchimas ijodkor Saidjon Jafarov. Xush kelibsiz studiyamizga. Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Salomat bo'lasiz. Bir piyola choy qo'plab olasiz, xudo xolasa. Bugun bir ajoyib suhbat bo'ladi. Instagramda, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llangan savollarga baholi qudrat suhbat davomida javob topamiz. Moziga qaytib ish ko'rmoq xayrli dedilar. Said Jafarovning qaysi bir odati borki, bugungi kungacha san'at yo'lida, hayot yo'lida unga asqotib kelyapti. Yaxshi ham mana shunaqa odatim bor ekanki, hozirgi muvaffaqiyatim, erishayotgan muvaffaqiyatimda o'sha odatim menga foydavor bo'lgan deb ayta oladi. Men bitta so'z bilan javob beraman. Yoshlikdan qat'iyatlik. Shu bitta narsani qilaman dedimmi, tamom, narsaga bel bog'ladimmi, qilaman. Qat'iyatlik. Hozirgacha shunday. Bu kimdan meros endi? Hayotdanmi? Dadangizdan. Dadangiz san'at yo'lida emas? Yo'q. Oilada san'atkorlar bormi? Yo'q. Chunki ijodkorni atrofidagi muhit ham katta rol o'ynaydi-da. Yo'q, san'atkorlar yo'q. Energiya, kuch-quvvatni qayerdan olasiz? Xalqimizdan, muxlislardan. Shu energiya, motivatsiya hammasi shulardan. Chunki Said Jafarov to'y mavsumida ham deyarli har kun to'yda bo'lsa, har kuni sahnaga chiqqan payti bor charchoqlarini unutib, charchagan bo'lsa-da, lekin maksimal ko'rinishda ham emotsiyalar bilan, ham mimika, ham butun bor ovozi bilan shu xizmatga bel bog'laydigan, shu yurakdan deydi-ku, ad-durshi. Yurakdan xizmat qiladigan ijodkorlardan. Men shu borasida so'ramoqchi edim. Bu savolingizga javob shu. Qachonki o'z kasbingizni sevib qilsangiz, shu kasbni sevsangiz, yaxshi ko'rsangiz, bu narsalarning hammasi o'zidan o'zi kelib chiqadi. O'zidan. Ustozlar borasida to'xtalib o'tamiz hozir.
Mani birinchi ustozim Bahodir Fayziyev. Keyin san'at maktabida ta'lim bergan Qurbonov Nosir Salamovich, O'lmas Rustamovlar. Shu mani ustozlarim. Suhbat jarayoniga qadar Said Jafarov borasida ma'lumot to'pladik, yaqinlaridan, do'stlaridan. Faqat siz haqingizda yaxshi so'zlarni eshitdik. Lekin shu injiqligi bor. Har bitta qo'shiqqa, har bitta so'zga, uni vazni, nima maqsadda bu so'z ishlatilyapti, shu ohangigacha, oxirgi har bitta harfigacha, shu ikir-chikirigacha rosa injiqligi bor deyishdi. Shunday, endi bunday bo'lmasa ham bo'lmaydi. Har bitta ishga e'tibor bilan, qunt bilan qaralmasa yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu narsani o'zi ham o'sha aytganingizda O'lmas Rustamov ustozimizdan aytgan. O'zlari ham shunaqa injiq. Suhbatimizga qadar Instagramda ham shu studiyamizga kelib, fon tanlab, hozir stories qo'ydilar. عاشقان را بگذار به نالم همه مصلحت نیست که این زمزم خاموش کنی من نگویم که به درد دل من گوش کنی یار بهتر آن است که این قصه فراموش کنی بادا. Bu odatning zamirida maqsad nima yotadi? Maqsad shu hozirgi kunda shu o'zimizni san'atimizni targ'ib qilish, xalqimizga yetkazish, bizdan kelayotgan yoshlarga, bizni ko'rayotgan insonlarga shu targ'ib qilish, shu targ'ibot. Nima deb o'ylaysiz, hozirgi kunda Buxoro mavrigilarini tinglayotganlar kammi yoki uni targ'ib qilayotganlar kammi? Juda ham o'rinli savol bo'ldi bu savol. O'sha buxorcha qo'shiqlarni targ'ib qilish kammi deyman. Biz tomonidan, biz qo'shiqchilar tomonidan qilyapmiz-ku, lekin yetarli darajada emas. O'sha internet tarmog'i bilan, o'sha ommagada. Lekin bitta narsasi bor, ijodimiz juda ham ko'p. Hozir Mavrigida O'lmas Rustamov ustozim, Fozil Sharif, Hamid Ashurov, Jo'rabek Qo'shayev, Ne'mat Imomov shu ustozlar qatorida ishlab kelyapmiz. Yangi asarlarimiz juda ham ko'p. Bu narsani o'zim o'sha rejalashtirib qo'yganman. Ustozlarimizga ham aytganman, ustoz, shularni hammasini videoga olib, MP3larni internetga joylab, televideniyada, radiolarda beramiz deb. Ijodimiz juda ham ko'payib ketgan. Ana bu konsertlar, tadbirlar bilan bu narsaga qo'l ura olmayapmiz. Xudo xohlasa yaqin kunda, tez orada bu narsani targ'ibini va'da beraman meni o'zim qilishga. Xudo xohlasa-da, chunki Buxoroni asari, Buxoroni mulki deb hisoblanadi bu Mavrigi. Bu narsani Xudo xohlasa men va'da beraman shu ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimizga. Xudo xohlasa tez orada eshitasizlar, yangi asarlar juda ham ko'p. Ustozlarimiz shunaqa narsalar, shunaqa endi qo'shiqlar tayyorlaganlarki, bu narsani eshitib maza qilasizlar. Faqat xorda qolasizlar. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Chunki YouTube tarmog'ida umuman mana shu buxoroliklar kanalida ham aksariyat yuklangan qo'shiqlarimiz to'yda aytilgan qo'shiqlardir, to'y partiyalar. Shu to'g'risi bizning ustozlarimiz endi YouTube, qanaqadir Instagramga bu narsani aytib o'tish kerak, tushunmaydi. Chunki ularning paytida unaqa narsalar yo'q edi. Bo'lmagan, to'g'ri. Bizning davrimizda unaqa narsalar chiqdi. Keyin o'zlari xohlamaylar ham. Lekin bu narsani aytib o'tish kerak, ustozlarimiz haligacha ijod qilyapti. Chunki men o'zim guvohida shu narsani. Haligacha shu ustozlarimiz, Buxoroning san'atkorlari haligacha ijodda. Fidoyilik hali ham, fidoyilik haligacha bor. Haligacha ijodlari juda ham zo'r. Men nom aytib o'tishim mumkin. Xudo rahmatli shu ustozimiz Yusuf akadan bizga meros bo'lib qolgan shu ana hozirda aytib o'tdim-ku ustozlarimni. Hozirgacha ijod qilib kelyaptilar.
Faqat u kichkina auditoriyada taqdim etilyapti xolos. Shunday. Keng auditoriyada Xudo xohlasa ana yangi bir qadam qo'ydik. Toshkentda bir konsert berdik ansambl bilan. Kimni xabari bor, kimni xabari yo'q. Bu narsani boshlig'imiz Rauf Avizov tashkillashtirdilar. Yana ham nimalar bor, planlar bor. Xudo xohlasa Buxoroning o'zida ham bu narsalarni tashkillashtiramiz. Toshkent shahridagi Turkiston san'at saroyida o'tkazilgan o'sha konsert dasturi, hozir so'z ochdingiz, tabiiyki tasvirga olinadimi? Tasvirga olindi. U YouTube hostingda joylashtiriladi. Yo'q, unaqa qo'yilmagan. Mana shu minus. Unaqa qo'yilmagan. Uni shu boshidan oxirigacha jonli ijroda. Chunki Buxoro mavrigilari to'g'ri. Necha kishi tarkibda? 70 kishi bo'lsa kerak. 60 kishi, 70 kishi bor edi. Mana ko'rib turganingizdek do'stlar, buxoroliklar, mavrigilar, buxorocha qo'shiqlar targ'ib qilinyapti-yu, lekin bu keng ommagacha yetib bormayapti. Mana Sayjon hozir va'da berdilar, xudo xohlasa kelgusida shu YouTube platformasini, Sayjon Jafarovni o'zini video kanalini kuzatib borsangiz, xudo xohlasa yaqin kunlarda endi xudo xohlasa bir oylar arafasida endi bir oy davomida bu narsa chunki qiyin masala. Chunki bitta yarimta narsa emas-da. Har bitta asarni o'zi bilasiz, mavrigida 3 minutlik, 4 minutlik narsa yo'q. Shunday. Bizda kamida 10 minutlik, 12 minutlik bir albom qilib. Albom tariqasida juda zo'r. Unda nechta asar o'rin egallaydi? Nechta qo'shiq? Endi kamida taxminan 8 ta, 9 ta narsa bo'lishi kerak. Hamma narsalar yangi. Mavrigi ansamblimizda hozirda qilinayotgan ishlar juda ham chiroyli asarlar taxlanyapti. Ko'pchilik yildan yilga o'sha eskirib borgan so'zlardan foydalanyapti-yu, manba qidirish borasida izlanish kamroq. Agar xudo xohlasa, mana Said aytib o'tganlaridek, agar yangi asarlar chiqib qolsa, demak bu tabiiyki ijodkorlar uchun yangi so'zlar va asl holicha saqlanib qolish, ya'ni xatolikka yo'l qo'yishmaydi. Men shu gapga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Yosh san'atkorlar, o'sha katta san'atkorlar so'zlarni buxorcha, mavrigilarni xato aytishyapti-da, to'g'risi. Yoki o'sha 4 qatorini o'sha nima deydi, naqarotini aytib, ikkinchi qo'shiqning naqarotiga o'tib ketyapti-da. Bu narsa xatolikka kiradi. O'sha bilmasalar agar o'sha haligacha o'zim o'rganyapman ustozlarimdan deyman. Men o'zim bilaman, kelinglar men o'rgataman deb aytmoqchi emasman. Kesinlar, ana Mavriga ansamblda ustozlarimiz borlar. Ustozlarimizdan so'rasalar, so'ragan olim deydi, so'ramagan o'ziga zolim. O'shani kelib ustozlarimizdan so'rab, aniqlashtirib, o'shani qanday aytilishini so'rab xalqqa taqdim etsalar, juda ham nur ustiga alo nuri bo'lardim deyman. Kelajakda eshitayotgan o'sha yoshlarimiz ham to'g'ri o'rganardi-da keyin. Shu falonchi akam shunaqa qo'shiqni shuna aytdilar-ku, men ham shunday o'sha kishidan o'rgandim deb aytadi. Demak, u to'g'ri ekanda deydi. Demak, to'g'ri ekanda deydi. Shuning uchun o'sha erta farzandlarimizga, kelajakka kelayotgan hozir san'at yo'lini tutgan qo'shiqchilarimizga xato yetib bormasligi uchun iloji boricha shuni bilaykon insonlardan, ustozlarimizdan kelib so'rab, aniqlashtirib shuni to'y marosimlarga aytishlarini xohlardim. Bu qaysidir ma'noda Buxoro mavrigilari Buxoromizning boy merosiga xiyonat ham bo'lmagan bo'lardi. Chunki Nodir aka Hafizov bilan birga qisqa suhbatimiz jarayonida Nodir akam aytib qoldilar, biz Buxoro mavrigilarini to'lig'icha keyingi avlodga yetkazishimiz kerak. Xatoliklar ko'p bo'lyapti. Bu xuddiki zo'r misol keltirdilar. Bu xuddiki bir arka yoki minorai kalonga o'xshaydi. Biz uni minorai kalonni buzishga yoki nimadir qo'shishga, nimadir olib qo'yishga haqqimiz yo'q. Uni boricha xuddi shu ko'rinishda davom ettirish kerak. Buning uchun biz to'g'ri targ'ibot qilishimiz kerak degan fikrni aytdilar. Hozir boya aytdingiz, xatolik qaysi qo'shiqlarda bo'lishi mumkin? Oddiy misol, mana misol rechitativ bor, shu g'alati. G'alati burada nihobash g'alati deydi-yu. Shikasta abrikosh payvasa deb o'tib ketadi. G'alati degan rechitativ bor, uni kupletlari bor.
Kupletlar bor. Oddiy misol. Berganing menga bugun ulshoq saloming g'alati, oldiku joni dilim bo'yla kaloming g'alati. Suv sepay ko'z yosh tanu kiprik ila yo'l supuray. Sen misoli xo'jamin misli g'uloming g'alati. G'alati sho'xi saloming g'alati, g'alati bo'yla kaloming g'alati. Qarang, kupletini kim aytadi? Mana o'zbekcha variantini aytyapmiz. Buni tojikcha so'zi ham bor. Bir davom ettirish imkoni bor. Sharbati lilabat kamnabubat obu hayot dahane tangi xushu la'la xushav bash g'alati. Bo'y gulzor jamolashna bubat mushki xutan ruh bahash astu balo atri kamolash g'alati. Buni kim aytadi? Deyarli aytilmaydi. Yo'q. Sanoqli ijodkorlarga shu o'zini hurmat qilgan Buxoro mavrigilarga hurmat yozasiz. Bu qo'shiq ham emas, rechitativ. Kim aytadi buni? Aytilmaydi. Yo'q-da. Said yana bitta tomoni bor-da. Shu targ'ibot boshga kelsak, targ'ibot ikkinchi jihatdan hozir aytib beryapsiz-ku, men o'sha so'zlarni hazm qilishim qiyin bo'lyapti. Chunki men hozir ko'p eshitmaganimning hisobiga. Shuni yangi narsada tuyulyapti siz. Lekin o'sha g'alati degan so'z, tamom, bilasiz o'sha joyini. Shunday. O'sha xalq ham biladi. Lekin har bitta o'sha so'zga g'alati yoki siz aytib o'tganda o'sha biyoyak, biyodu, biyochor deb. Uni ham o'sha konkret nimasi bor, prepevi bor, kupleti bor. Bu manba qayerda? Buni aniq o'sha manbasi. Bas shu bizning Mavriy ansamblda borlar. Ansamblda bor, kitob bormi? Mutolaa chop etirilgan hali. Endi ayrimlari bor kitobda, ayrimlarini shu ustozlarimiz bilishadi hammasini. Demak, xalq tilida ekanda bu narsalar. Shunday. Buni yo'qolib bormasligi uchun yo uni kitob sifatida nashr qildirib, muhrlab qo'yish kerak qayerdadir. Endi yo'q, kitob Orif Atoyev ustozimiz Xudo rahmat chiqarganlar, lekin bu yerda hamma narsa yo'q. Hamma narsa o'sha keltirilmaganda, hammasi kiritilmagan. Misol uchun 100% deb olsak, o'shandan taxminan 60-70% kitobda. Yo'q, 60-70% emas, 20-30% bor. Juda kam ekan, ha? 70-80% yo'q unaqa narsalar. Chunki sig'maydi-da u kitobga. Lekin shu yana o'sha gap, so'ragan olim, so'ramagan o'ziga zolim. Iloji boricha shu ustozlarimizdan borib, bilaykan ustozlarimizdan borib so'rab bilib to'g'ri aytish juda ham yaxshi narsam deb o'ylayman-da. O'shani birinchi navbatda tushungan holatda bu shoirga nisbatan, bastakorga nisbatan haqorat deb o'ylayman men. Hurmatsizlik emas, haqorat. Bu bastakorga nisbatan, oddiy misol ustozimiz Yusuf aka Xudo rahmati Shukurov qancha asarlar tayyorlab bizaga qoldirib ketganlar. Hozirda mana ustozim O'lmas Rustamov shunaqa asarlar tayyorlaganlar. Eshitsangiz og'iz ochiladi-da. Yangi so'zlar, shunaqa bir vaznlik qo'shiqlar tayyorlaganlar. Oddiy misol biz trio aytganmiz, Ne'mat Imom ustozimiz xabarim bor. Trio aytganmiz. Ey nigori mahliqo tudargu joyi dargu joy. Bu asar ham nima ustozimizni bastalaganlar O'lmas aka. Bu asarlar bir vaznlik, kelajakda unutilmas qo'shiqlarning arasiga kiradi deb o'ylayman. Xudo xohlasa. طاری موید رشته جانی من است رنگ رویت نور چشمانی من است طاری موید رشته جانی من است رنگ رویت نور چشمانی من است تو مرا از گلشن امید من عشق تو هم درد و درمانی من است تو مرا از گلشن امید من عشق تو هم درد و درمانی من است Buxoroya bodomash, kanikani kadomash. Mani fikrimni so'ramoqchi bo'lsangiz, rechitativ yo'lda aytilgan qo'shiq so'zlarida xatolik yo'q. Fikrimni so'rasangiz agar, mani fikrim u qo'shiqga nisbatan yomon emas. Bundan oldingi gapga kelamiz, gapimizga. Ana bizada bor mavrigi narsalarni chiqib xato aytgandan ko'ra chiqib harakat qilib so'z yozib
o'zini avtorskiy qilib qo'shiqni tayyorlab aytish bu juda ham zo'r degani. Buni tan olish kerak. Mehnat bor, ha? Mehnat bor. Kim nima deydi? Men ijodkor insonni juda ham yaxshi ko'raman. Xato qilib, bitta yarimta xato qilsa ham, zato o'zini qo'shig'i, o'zini narsasi. Ba'zilar kimdir ba'zilar deb gapingizni oldim. Kimdir u narsani xato deyotgan bo'lsa yoki yengil yelpi deyotgan bo'lsa, bu xato narsa. Men uchun o'sha qo'shiq juda ham zo'r, yaxshi, o'zini avtorskiy qo'shig'i, o'zini yo'nalishini topdi. Faqat bitta ijodkor bilan to'xtab qolmaylik, faqat bitta qo'shiq bilan to'xtab qolmaylik, undan keyin yana qo'shiqlar chiqdi. Xuddi shu shablonda. Ha, lekin ularga qolgan u shablonda chiqayotganlarda endi ular yo'q-da. E'tiborli jihati Said Jafarovni tanimaydiganlarga, tanimaydigan auditoriyaga aytib o'tadigan bo'lsam, Said deyarli har 3 oyda bitta yangi qo'shiq, taxminan shu 3 oyda yangi qo'shiq bilan muxlislarni xursand qiladi. Bu degani Buxoroda agar 3 oyda bitta yangi qo'shiq targ'ibot qilinib, unga klip suratga olinib, keng ommaga taqdim etilsa, bu juda zo'r degani. Buni tagida nafaqat mehnat, balki yaxshigina xarajat ham yotadi. Mana shu ijoddan xarajatni qismaydigan, kelajak uchun mayli bo'lsin, bo'lmasin, avvalo yaratganning nazari xalqimga doimiy ijod namunalari bilan kirib boray, ularni xursand qilib turay degan maqsad bilan doimiy ijodda. Avtorskiy qo'shiqlar nechta mualliflik qo'shiqlar hozirgacha? Mualliflik qo'shiqlar hozirgacha sanamagan ekanim, to'g'risi, Sherali. Barakasi uchadi. Avtorskiy qo'shiqlarimiz juda ko'p. Taxminan nechta? Taxminan bilmadim, bir 30 dan o'tgandir. 30 dan. Bu endi qo'shiq qilinib, klip suratga olinganlar. Ha, ko'pisi klip olingan. Qaysi bir eng zo'r ko'ngilga yoqqan? Ana shu ijodsi zo'rda, mana maza qilib. Hammasi yoqadi. Men hammasini xuddi farzandimdek ko'raman. Qo'shiqlarimni yaxshi ko'raman. Hammasi juda ham ko'nglimga yaqin. Birini-biridan ajratmaysiz. Yo'q. Shuning oxirgi avtorskiy qo'shig'im Ayla vafo. Dadasizga o'xshasam qani edi, jufti halolim, befoyda, ota-onam o'ynang, hamon degan qo'shig'im bor. Tiq-tiq, ey do'ston, tojik zabonida ham qo'shiqlarim. Shirinmagan shumoro, dilkashmagan shumoro. To'ymurod Qodirov ustoz bilan tayyorlaganmiz. Idi Navro'z omadu, Quvondir aka bilan tayyorlaganman. Ey do'ston qo'shig'imni O'lmas akam ustozim bilan tayyorlaganmiz. Tiq-tiqni men hozirda ishlab kelyapti. Hamkorlikda Shahobiddin Tursunov aranjirovkalarimni qilib beradi. Shu fursatdan foydalanib men shu do'stimga ham rahmat deb aytmoqchiman. Bastakorlardan bitta shu Sherzod Akbarov bilan ishlayman. Ko'pincha qolgan qo'shiqlarimni o'zim bastalayman. O'zbekcha qo'shiqlarimni ko'pisini shu Sherzod Akbarov tayyorlab beradi. Oyog'ingizga boshim qo'yay, xo'p deng ona. Bu bor. Xo'p, ana endi 30 taga yaqinlashib qolgan bo'lsa, Said Jafarov nega hozirgacha konsert bermagan? Chunki tiklaringiz bor-da. Konsertda to'g'risi haligacha ko'nglim to'lmayapti, lekin niyatim bor. Xudo xohlasa konsert berish, shu Buxoro o'zimiz xalqimiz bilan boshlamoqchiman. Niyat bor, lekin hali ko'ngil to'lmagani uchun bu narsaga qo'l urmayapman. Xudo xohlasa, lekin konsert berish niyatim bor. Konsertni boshidan oxirigacha iloji boricha jonli va avtorskiy mualliflik qo'shiqlar bilan. Chunki dada sizga o'xshasam qani edi.
Bu endi sizni tashrif qog'oziga aylandi. Nafaqat to'ylarda so'rashadi, balkim kichik tadbirlarda ham, tug'ilgan kunlarda dadalarga qanaqadir sovg'a berish kerak bo'lsa, Instagramda ko'p kuzatib boraman. Borda. Ya'ni xitlaringiz bor. Endi bari tavakkal qilish kerak-ku. Hamma narsani o'ylash kerak, baribir hamma narsani hisobga olib, chunki konsert berish bu kichik gap emas, bu katta to'y berish deganday gap-da. Shunday. Hozirgi san'at yo'lini tanlagan yoshlarimizga, ukalarimizga maslahatim shu faqat ijod qilish kerak, ustozlarning aytganini qilish kerak. Shu ota-onalarning duolarini olish kerak. Faqat ijod qilish kerak, faqat intilganga deydi Tolayor. Intilish kerak, Xudoyim Taolo beradi hammasini. Qaysi asar qanday ommaga yetib borishidan biz xabardor emasmizda, u yaratgan qo'lida. Uni siz bilmaysiz. Men bitta narsani misol qilib o'taman shu gapingizga. Shu aytyapsiz, ommadan dada sizga o'xshasam qani edi dedingiz. To'yda mana bir xalqona lapar bor, pushtaki darbidir bidir. Shuni aytganimiz bilan biza bir to'yda uni narsani bir aytganmiz. Yoki bodo boshqacha talqinda aytganmiz. Buni men o'ylamaganman, xalqimizga manzur bo'ladi deb. Xalqimizga manzur bo'ladi deb men umuman xayolimning ko'chasidan o'tmagan. Buni ommaga taqdim ham etmaganman. Pul rasxot ham qilmaganman. Aranjirovka ham qilmaganman. Hech narsa qilmaganman. Bodo-bodoni ana 1 yil bo'ldi endi chiqardik. Buni ham meni shu yaxshi ko'rgan muxlislarim, tinglovchilarim, yaxshi ko'rgan insonlarimni talabiga binoan aranjirovka qilib YouTube'ga qo'ydim. YouTube'ga shu bodo-bodoyingizni qo'ying, bodo-bodoyingizni biz eshitamiz, shu nimada musofirda yurgan yurtdoshlarimiz necha kishi so'ragandan keyin, ko'pincha so'ragandan keyin shu narsani aranjirovka qilib qo'ydik. Yo'sha bidir-bidirni ham bitta bir Yagdonagul degan xalq qo'shig'i bor. Shunga qo'shib aytib qo'yganman YouTube'ga shu so'raganlar uchun. Qarang, hech qanaqa rasxot qilinmay bir to'ylarda, tadbirlarda aytgan bir qo'shig'imiz ommalashib, biz mendan eshitishni yaxshi ko'rgan insonlar qarang shu ommalashib ketdi-da. Buni yaratgan biladi. Siz qaysi qo'shiqni o'sha tayyorlab xalqqa berasiz, bu narsani hech kim bilmaydi. Sizdan qaysi qo'shiqni kutishlarini. Faqat ijod qilish kerak, xalqimizga yangi qo'shiqlarni taqdim etaverish kerak, tinglovchisini toplayveradi o'zi. O'sha qo'shiqlarni vaqti soati bilan o'zining tinglovchilari toplayveradi. Kimdir ana meni Yakigur bilan eshitgisi keladi. Yakigur, Yakikon mekana biroz deb uni eshitadi. Kimdir Sultoni qalbam bilan eshitadi. Kimdir dadasiga o'xshasam qani edi. Kimdir Ra'no bilan eshitadi. Juft halolim bilan. Kimdir juft halolim bilan eshitadi. Kimdir tiq bo'lsin deydi. Tiqni aytgin deydi. Kimdir ey do'stim bilan eshitadi. Kimdir o'sha aytganimdek bidir bilan eshitadi. O'sha pushtakilar bidirni ham so'zini shu bilan aytmoqchiman, aytib o'tmoqchiman. Shuni ham so'zini xato aytadilar bizani hamkasblarimiz, qo'sh tirnoqdagi hamkasblarimiz. Buni ham so'zi majmuncha so'zi bor-da uni. Vaqtiki shogirdak budam, g'ulomaki beminnat budam, lo'ndakcha qonak budam, bibem bachoy monak budam. Pagaho sarxorak budam, shabaho poymolak budam. Ko'za yadotki obbiyor, azlabi havzi lolazor. Ko'za safil safol bud, vazbini noinjol bud. Ostiga raftam sari ob, ishkami gushna dil xarob. Aytsam ana shuncha so'zi bor. Wow. Bular nima deydi? Pushtakilar bidir, pushtakilar bidir. Qani yo'g'i? O'sha o'tib ketyapti. Yo'g'i qani? Keyin qanaqa qilib ichmaysiz deng. Ha, choy ichasiz. Keyin choy ichamiz.
Instagramda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib qoldim. Ba'zi bir xonandalardan sizni qo'shig'ingizni ijro qilishyapti-yu. O'sha so'zlarni eslating, tiq-tiqning so'zlarini eslating. Gulizor omada, badidor omada. On duxtari xumor, bachkor omada. Bachkor omada. Ha. Gulizor omaddan degan so'zni eshitdim menimcha. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Bu buzishga kirmaydimi? Buzishga kiradi. Ha, buzishga kiradi. Ha. Buni so'zini Quvondiq Temirov akam bilan yozganmiz. O'zim bastalaganman. Gulizor omada, badidor omada. Dan emas. On duxtari xumor, bachkor omada. Bachkor omada. Nima uchun keldi u qiz degan maqsad. Tiqillab, ship qilib, sekin-sekin keldi. Nima maqsadda keldi? Shunaqa ma'noni beradi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman, xizmat yuzasidan qo'shni viloyatlarga ham, misol uchun Samarqandga ham borganimizda o'sha sizning qo'shig'ingizni ko'pchilik ijro qilyapti. Bu oldingizdan o'tishadimi? Hech bo'lmaganda ijtimoiy tarmoqlarda Saidjon, mana shu qo'shig'ingizga maza qilyapmiz, maylimi ijro qilsak to'yda bizga yoqdi deb bir oldingizdan o'tsa, chunki unga qancha mehnat qilinganda. Endi ijodkorni tushunadi-da. Shuni. Men to'g'risi qo'shiqni nima uchun chiqarasiz, Sherali? Qo'shiqni xalqimiz eshitib, mazza qilib eshitib yurishi uchun, hamkasblarimiz, shu o'zimizdan keyingi yoshlar, ustozlar kuylashi uchun men chiqaraman. Men bu narsadan xafa bo'lmayman. Kuylashlaridan, aytishlaridan xursand bo'lamanki, motivatsiya olamanki, meni qo'shig'imni, meni shularni aytib yurishibdi deb xursand bo'lamanki, men xafa bo'lmayman. Men qachon xafa bo'lishim mumkin? Qachonki qo'shig'imni buzib aytsalar. Shunaqa qo'shiqchilar bor, qo'shtirnoq ishida. Qo'shiqchilar bor. Qo'shiqni maza qilib aytishadi-yu, lekin qanaydir kim tan olish yo'q. Qanaydir tan olinsa, u uchun kibrlangan bo'ladimi? Qanaydir kibr deyiladi bu narsani bir u uchun past ketganday bo'ladimi? Qo'shiqni muallifini chetlab o'tishadimi shunda? Yoki aytsam men uchun o'sha past ketish o'ylanadim men unga aytsam, xuddi bir past ketganday bo'lamanmi deb. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi hofiz qo'shiqchilarimiz bor. O'sha siz aytgan viloyatlarimizga ham, o'zimizni viloyatimizga ham, lekin hurmatimizni qilib, so'rab ijro qilayotgan san'atkorlar ham juda ham ko'p. Lekin men hammalariga aytmoqchiman, bemalol kuylashlari mumkin. Buni chunki bu qo'shiq xalqniki. Maza qilib kuylasinlar, lekin faqat xato qilmasinlar, buzmasinlar bo'ldi. Yuragingiz og'riydi, Qachonki buzilsa qo'shiq yuragi og'riydi. Bemalol aytishlari mumkin, faqat xato qilinmasa bo'ldi. Hozirgi kunda xonanda qo'shiqchilar orasida jon jahdi bilan, fidoyilik bilan doimiy shu repetitsiya qilib ijod qilayotgan xonandalarni sanab bera olasizmi? Buxoroliklar nazarda tutilyapti. Shahrizod singari ijodkorlarni ayta olasizmi? Shahrizod juda ham do'stim, O'lmas Rustamov. Mualliflik qo'shiqlari juda ham ko'p. Jasur Subhonov ukamiz. Mualliflik qo'shiqlari ham chiqib qoldi menimcha. Bitta Xudo xohlasa yaqinda tayyorlaydi. U ham Xudo xohlasa shu gapirib o'tiruvdi, kun to'y xizmatida edik. O'sha Shahobiddin do'stimga bitta yaxshi, chiroyli narsa yozyapti, taqdim etadi. Xudo xohlasa omadli kelsin, inshaalloh. Rustam Fayziyev meni yaxshi do'stim. Endi Rustam Fayziyev jonli bo'yicha juda ham chiroyli ijod qilib kelyapti. Jasur akam Muhammedov guruhi bilan menga yoqadi, ma'qul bir jonli ijroda. Ko'p san'atkorlarni aytib o'tsa bo'ladi. Hozir eslay olganimizni aytyapmiz, undan tashqari qancha ijodkorlarimiz bor. Erkin akam Ismoilov bor. Erkin Ismoilov bor. Ko'p bizani Buxoroda o'z san'atini hurmat qilayotgan, san'atini yaxshi ko'rayotgan qo'shiqchilarimiz juda ham ko'p.
tahsinga loyiq. Siz aytganda o'sha targ'ibot, o'sha internet, shunaqa narsa bizga yetishmaydi. Birinchidan, ikkinchidan aniq lo'nda gapni aytish kerak. Bu narsa mendan boshlab, o'zimdan boshlab shu avval o'zingga urib bo'ladi-da endi hozir. Ha, shu nima deydi? Ish yoqmaslik bor. Man gapirgan agar hamisha xafam bo'ladi-da. Chunki qachonki aniq tamom hit bu. Buning arkasidan non topasan sen desa, o'shanga bir 200-300 dollargina bir balo qilib rasxod qiladi-da. Yurakdan chiqarib yo'g'i o'shani ham yurakdan chiqarmaydi. Keyin aytadi. Siz misol aytgan bo'lsangiz, men aytgan bo'lsam, buni aytadi. Men qara deydi. Men senga aytdim deydi, bo'lmadi deydi. Siz keyin shu bir ikkita to'y olib qutulasiz undan. Oldindan bir nimadir prognoz qilish juda qiyin narsa. Juda qiyin narsa, uni Xudo biladi, Alloh. Lekin niyat bor, Xudo xolasa. Niyat qilish kerak. Yaxshi narsani o'tirib olib ishlash kerak. O'sha akkuratni qolipda, o'sha qanday bo'lish kerak, shu narsani tayyorlash kerak. Xudodan so'rash kerak. 99% mehnat, 1% omad deyiladi. Mana shu narsaga amal qilish kerak deb o'ylayman. Men shu narsaga amal qilaman. 1% omad u. 99% mehnat. Faqat mehnat. Mehnat qilmasangiz agar, siz uyga o'tirsangiz agar, sizga kelib kim bir so'm beradi yoki uzoq omadi, uzr gapingiz bo'ldim, Said. Uzoq omadini kutgan xonandalar orasida ukamiz Jambul Muhammedovni ham misol keltiraman-da. Jambul shu kabutar chiqqangacha qanchadan qancha xarajat va qanchadan qancha qo'shiqlar mehnat qildi u bola. Qanaqa mehnat qildi, u omadini bersam men faxrlanaman shu bilan. Shunday men. Men shu bola bilan juda ham faxrlanaman. Buxoroning farzandligi uchun. Juda ham o'zi ham yaxshi inson. Haqiqatdan ham Alloh shu nazar qilgani bejizdan emas. Chunki siz aytganday juda ham katta kuchli mehnat qilgan. Chunki men bu narsani o'zim boshingizdan o'tkazganingiz uchun boshimdan ham o'tgan, uni mehnat qilgan mehnatlarini men kamida bir 60-70%ni o'zim ham bilaman. Qanaqa mehnat qilganini men o'zim ham guvohi bo'lganman uni. Bu bo'ladi. Ana shu o'zimizni yoshlarga, o'zimizni san'atkorlarga, hozirdagi san'atkorlarga mana shu bolalarni ko'rish kerak. Mana shu o'zimizni ko'rish kerak. Mana shu bolalardan ko'rish kerak. Motivatsiya olmoqchi bo'lsa, qanaqadir o'ziga bir ruhan nima olmoqchi bo'lsa, mana shularni ko'rish kerak. Bularni orqasidan gapirish kerak emas. To'g'ri. Bularni dedi aytdi qilish kerak emas, muhokama qilish kerak emas. Havas qilish kerak. Shunday. Uxlamay ism dasturida Zo'r TVda aytib qoldi. Ijod qilinyapti, xarajatlar qilinyapti, lekin qo'shiq yemayapti. Akasiga Jasur Muhammedovga qo'ng'iroq qilgan. Aka, kechasi kun kech bo'lganda qo'ng'iroq qilgan. Aka, bo'ldi, men erta Buxoro qaytaman. Yoki Rossiyaga chiqib ketishim mumkin. Bo'ldi, yig'ishtiraman aka. Bo'lsa shu paytgacha bo'lardi deyilgan. Jasur akaning shunday gapi, akasining gapi, qancha xarajat bo'ladi, qancha qarz bo'ladi, misol uchun, qancha narsa bo'ladi, yana shuncha bo'lsin, mayli. Lekin sen agar yo Buxoroga kelsang, shu oyog'ingni urib sindiraman degan ekanlar. Shuni Zo'r TVda aytdi, uxlamay ism dasturida. Bunda endi deyman, oldingizdagi atrofingizdagi odamlarni sizga nisbatan ishonchi ham o'sha paytda juda muhimda. Shunday. Havas qilarli san'atkorlar juda ham ko'p. Men bulardan ko'p sizdan motivatsiya olaman-da. Misol qilib aytsam juda ko'p. Juda zo'r san'atkorlar ko'p. Bizda faqat targ'ibot ikkita narsa. Siz aytganda o'sha targ'ibot, anig'i shu sezdim-a, o'sha gapingizdan sezyapman. Bilasizmi, hozir layoqatsizlik keyin qo'llab-quvvatlash masalasida-chi? Endi qo'llab-quvvatlash endi Buxoroda bizda yo'q-ku. Ilgaridan, endi azaldan ustoz ota-bobolarimizdan qolib kelgan meros. Bizga meros o'sha qanaydir siz Said keling, biz boshlab berishimiz kerak emasmi shu narsani? Boshlab berishimiz kerak.
lekin hammani hozirgacha o'sha kim yordam so'rab, kim nima qilib kelgan bo'lsa o'zimizdan men biror marta ko'krakdan itarmaganman, yordamni ayamaganman. Bundan keyin ham mana hozir ham aytaman, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Undan qaytmasa g'oyibidan qaytsa. Chunki bu narsa hammadan qolib ketgan, bizdan ham qolib ketadi. Said Jafarovning sostav tarkibi o'zgarib boradi. Endi ko'pincha yildan sababi talab kuchligidanmi? Yo'q, hammani o'ziga yarasha nisbatan, o'ziga nisbatan xohishi bor. O'ziga nisbatan sharoit, oilaviy sharoitdan misol hamma narsasi bor. Lekin oddiy misol menda bunaqa 1 yil, 2 yil yurgan muzikant bunaqa emas. Kamida 4 yil, 5 yil yurgandan keyin ketishi mumkin. Ana oddiy misol qilishim mumkin. Shahzod o'sha aranjrovchik do'stim deganimni ukasi, do'stim ukasi men bilan yurgan 4 yil davomida yurdi, 4 yil shunday 4 yil davomida yurdi. Keyin shu hozir Toshkentda o'z faoliyatini olib boryapti. Hozir ustoz san'atkor Xurshid Rasulov bilan yuribdi. Qanday sizdan o'sha so'raydi, o'sha yaxshi shunaqa san'atkorlar bilan taklif bo'lyapti, boray maylimi desa, siz qanday yo'q deysiz? To'g'ri. Qaytaga faxrlanasiz. Imron bilan yurdi, o'sha Jambil o'zimizning ukamiz bilan yurdi. Men faxrlanaman bunaqa nimalar bilan. Misol Hamdam aka bilan birga ishlaganman. Hamdam akadan ham Hamdam Xayrullayev dovulchi akamiz juda ham ko'p narsalar o'rganganman. Shunaqa repetitsiya qilardik, shunaqa tayyorlanardik. Ular bilan ko'p muzikantlarim bilan, ko'p sozandalarim bilan munosabatim avval qanday edi, hozir ham shunday. Mirshod Skripach ukam hozirda endi universitetda domla bo'lgan, o'qituvchi bo'lgan. Hozirda to'ylarga chiqmaydi. Hozirda Nodir aka Mahmudov dovulda yuribdi. O'sha Nodir aka Hamdam akadan keyin u kishida ham 7-8 yil bo'lib qoldi. Shunday. Allohga behisob shukr, sozandalarimdan men hammasidan mamnunman. Biron marta sanamiz menga, manimiz senga ketgani yo'q. Xudo xohlasa bundan keyin ham bo'lmaydi. Demak, ataylabdan, tarkibdan kimnidir quvish yoki bunaqa holat umuman ro'y bermagan. Yo'q. Chunki sizni tarkibingizda siz o'zingiz ham endi baliq boshdan degan gapdi. Ha, baliq boshdan o'sha ignani o'zingizga birinchi suqasiz, keyin boshqaga suqasiz. Ko'p mas'uliyatni to'g'risi men o'zimga olaman-da. O'zimga olaman. Men sozandalarimdan hammasidan mamnunman. To'yda xizmat jarayonida necha foiz energiyangizdan foydalanasiz? 100% tashlaysizmi shunda? Endi 100 ga 100, chunki bitta narsa, buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Buxoroni to'yini, Buxoroni davrasini o'tkazish uchun siz o'zingizni o'sha bor vujudingiz bilan mehnatingizni qilmasangiz, Buxoro fayz ola olmaysiz. Fayz ham ola olmaysiz. O'sha hayratlantira olmaysiz. Hayratlantira olmaysiz siz xalqni. Qiyin, juda ham qiyin. Buxoroni nimasini o'tkazish, to'yini o'tkazish. Shu bizning sozandalar ham shunayda. O'sha berilib qanaydir xafagarchilik, qanaydir nimadirlar bo'lgan bo'lsa, hammasini tashab kelinglar. To'yxonada bu narsani ko'rsatmaylik. Chunki to'ychi sizni aytgan klient o'sha misol farzandini 25 ga kirib to'y qilayotgan bo'lsa, 25 yil kutgan shekilli. Sizni qanaydir ayolingiz bilan urushganingiz, qanaydir muammoingiz, moshinangizni buzilgani, boshqasi u uchun nima aybdor emas. Aybdor emas. O'sha uchun siz xursand bo'lib, o'shani ko'nglini olishga majbursiz. Chunki shu yo'lni tanlagansiz. Tamom, har qanaqa holatda 100 ga 100 xizmat qilib berish kerak. Ustozim aytardilar, shu to'yga kelaman, to'y tugagandan keyin shu bir katta tog' ag'darilganday bo'ladi deb aytardilar Bahodir aka.
Shu to'yni o'tkazgan paytimizda shu tog' turadi, shu zo'r rahmat ukajon, ana topgan pulingiz barakali bo'lsin deb bergan payti, o'sha ustozim aytgandek tog' ag'dariladi-yu, hamma charchoqlarim chiqib ketadi. Hamid aka aytib qoldilar, shu oxirgi paytlarda shu telefonni keltirib, "Aga ana bu qo'shiqni qo'ying, ana bu qo'shiqni qo'ying" degan fikrlar, takliflar ko'p bo'lyapti. Shu narsadan men xafaman. To'yda tartib qoida buzilyapti. Endi faqat unga kerak bo'lib qolyapti. Davraga ishi yo'q degan. Mana endi qarang. Bu masalaga meni fikrim. Birinchi ignani deydi, o'zingga suqgin. Keyin boshqaga suqgin degan gap bilan boshlayman. Qachon telefonni keltirib sizga beradi? Qachonki siz uni o'sha to'yni qizdira olmadingizmi, yaxshi o'tkaza olmadingizmi, kelib buni aytdi boshlaydi. O'sha ustoz to'g'ri aytganlar. Biz san'atkorlarni ayrim o'sha qo'shtirnoq ishidagi san'atkorlarni aybimiz o'zimizda. Ikkinchi, to'g'ri, xalqning ichida ham bor. O'sha kurakka to'g'ri kelmaykan, to'yga to'g'ri kelmaykan, o'sha auditoriyada to'g'ri kelmaykan kelib qo'shiqlarni aytishadi. Unisi ham bor. Lekin men birinchi o'zimizdan aytib o'tmoqchiman. Qachonki siz ishingizni siz aytganday shu borgandan keyin halol pokiza deydi. Zo'r bajarsangiz, zo'r chiroyli bajarib o'tirsangiz agar o'sha telefon keltirishga ham erinadi o'sha. Hojat qilmaydi, kelayotgan odam. Ya deydi, men deydi, o'zi telefon aytaman deydi, u deydi, o'zi zo'r o'qib, chiroyli qilib o'tkazyapti-ku deydi. Yoki o'sha endi qo'shtirnoq ishidagi o'sha ustoz aytganda o'shanaqa insonlar, o'sha ularga gohil insonlarga farqi yo'q. Siz zo'r o'tkazyapsizmi, boshqa qilyapsizmi? Shunaqa insonlar ham bor. Buni ham aytib o'tish kerak. Olib kelsa ham o'sha sizni boshqa odamlar ham bor-ku, o'sha to'ychilar, boshqa insonlar o'shani yo'ldan uradi, boshqa olib ketadi. Nima deydi? Buni o'zini san'atini eshitishni xohlaymiz, biz pul beryapmiz deydi. To'g'ri. Mani bu gapga javobim shu. Ustoz to'g'ri aytganlar, endi ustoz boshlovchi. Men endi o'zimizga bu narsani, bu bizning aybimiz bu deb o'ylayman. Birinchi, endi birinchi bekurmak bo'lmaydi, o'sha insonlarda ham bor, bizda ham bor bu narsa. Buni ham aytib o'tish kerak. Lekin iloji boricha o'sha to'yda chiroyli qilib, zo'r qilib o'tkazsangiz ketirmaydi sizga. O'sha ketirganini ham misol o'sha to'ychiga aytib oldirsangiz bo'ladi. Deydi, men bo'lmasa qo'shiqimni o'qiy, bo'lmasa telefon qo'yinglar. Men shunday endi 100% dan 99% shunday deyman. Bo'lmasa shuni qo'yinglar. Qachon qo'yishim mumkin? Qanaydir bir kelin-kuyovlar valsga tayyorgarlik qiladi. Shu narsani qo'yib berishim mumkin. Qanaydir kelin dugonalar yo kuyov jo'ralar qanaydir tayyorgarlik qiladi qo'shiqqa, tabriklaymiz. Pauza paytida, xullas, pauza tabriklaymiz deydi, kuyovni deydi. Mana shu payt qo'yib berishim mumkin. Yoki ana DJ kelgan payt DJ-ni qo'yishim mumkin. Lekin falonashlar deb kelgan payti harakat qilaman 100% dan shuni o'zim ijro qilib aytishga. Lekin boshqa narsa o'sha tushunmayotganlarini kelib qo'ydirishga iloji boricha men shu narsani qo'yishga nimaman. Chunki oshpaz osh pishirayotgan payti siz bormaysiz-ku, boshlovchi yoki to'ychi bormaydi-ku. Mana qarang, aka, birinchi soling. Keyin sabzini soling. Keyin go'shtni soling, keyin yo'qmi soling deb aytmaysiz-ku, aql o'rgatmaysiz-ku. Shunday. Bu nima bo'ladi? Osh bo'lmaydi, u sho'la bo'ladi. Sho'rva bo'lib ketadi. Aql o'rgatmaysiz-ku oshpazga bo'lib. To'g'ri. Bizani ham ishimizni qilayotgan paytimiz, men ana shunaqa qo'shtirnoq ishidagi insonlarga aytib o'tmoqchiman, aralashmanglar. O'zini ishini halol pokiza qilyaptimi? Gapirmanglar, o'zi biladi nima qilishni. Falon qo'shiqni aytib ber, falon qo'shiqni aytib ber deb. Bu narsani ham iloji boricha biz ana shu narsani yo'qotishimiz kerak bu narsani. Shu kimnidir to'yini buzishga kirmaydimi? Kiradi. Shunday bo'ladi shu. Qaysidir suhbatimizda aytib qoluvdi, hali 18 yoshda bo'lganimda sen pishishing kerak, Said, o'sishing kerak. Hamma narsa to'g'ri qilyapman ustoz deb aytgan o'sha gapni sizga. Qurbonov Nosir Salomovich san'at maktabida dars bergan ustozim. Bir konkurslarda borardik. Qo'shiqni aytamiz,
hali san pishishing kerak da deylar. Ustoz, men she'rni xato qilmadim-ku, falj qilmadim-ku, boshqa qilmadim-ku deb aytaman. O'sha payt. Hali ham men ana endi ustozimni gaplarini mag'zini chaqyapman. Ana endi qarang, necha yil o'tibdi, aradan kamida 10 yildan ziyod vaqt o'tganda bu gapga. Ana endi mag'zini cho'qyapmiz. Chunki to'g'ri gapni aytgan ekanlar. Qo'shiqni to'g'ri aytish mumkin, lekin bexato yoki so'zni xato qilmasdan, falj qilmasdan aytish mumkin, lekin o'zingizni topmasdan aytish bu pishmaslikdan kiradi. Butun aytish kerak qo'shiqni. Faljsiz aytmaslik mumkin. Kimdirga o'xshatib aytgan bo'lishingiz mumkin. O'sha pishmaslikdan dalolat. Buni bitta gap bilan ustoz bizga tushuntirib berganlar-da. Bitta gap bilan. Mana shu men mavzuni ochyapman. O'sha o'zingiz bo'lmagansiz. Iloji boricha hayotda o'zingiz bo'lishingiz kerak-da. Shu o'zingiz bo'lsangiz agar, xalq sizni yaxshi ko'rar ekan. Zo'r. Xalq sizni yaxshi ko'rishi uchun siz o'zingiz bo'lishingiz kerak ekan. Qachon siz o'zingiz bo'lasiz? Tamom, biling sizni xalq yaxshi ko'radi. Qaysi qo'shiqni aytsangiz siz yarashaveradi sizga. Borsangiz, bozorga borsangiz, kostyumingizni razmeri 50, lekin 54 razmer olmaysiz-ku. To'g'ri. Ana shu qo'shiq ham shu razmerga bog'liq-da. Shu o'zingizning razmeringizga aytishingiz kerak-da. Said aytdi, zo'r chiqdi deb siz ham aytsangiz, bu narsa yaxshi narsa olib kelmaydi-da. Mana shu xato bo'lyapti-da. Mana shu xatoni qilmasligimiz kerak. Buni xatoni qilmasligimiz uchun ustoz bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Ustoz bu narsani aytadi. Yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Ha. O'zingiz bo'lishingiz kerak. Qachonki ana endi o'zimizni topibmiz deb o'ylayman. Men o'zimni aytaman. Endi ana endi men qanaydir ustoz darajasiga hali men yetganim yo'q, men hali shogirdman. Necha yildan beri san'atingiz? Men endi yakkaxon qo'shiqchi bo'lib chiqqanim yili 13-yil. 13-yil. 13 yildan undan oldin men 8 yil, 9 yil shogird bo'lib yurganman. Hisoblayapsiz. Ana endi yo'limizni topyapmiz, ana endi. Ana endi o'zimni topishni boshlayapman. 1-2 yilda ikkita zo'r qo'shiq chiqarib, 4 kishini e'tiborga tushgandan keyin men eng zo'riman deb o'ylayotgan, o'zini hisoblayotganlar uchun bu yaxshigina gap bo'ldi-da. Qo'shiq chiqarish mumkin, qo'shiq 10 ta ham chiqarish mumkin. Bir kunga 20 ta ham chiqarish mumkin. Lekin siz o'zingiz bo'lmasangiz, nima kerak bu qo'shiq? Qadrli tomoshabinlar, xo'p, Said Jafarov bilan suhbatimizni yakunlash fursatlari yetdi. Muxlislar, musofirda yurganlar, internet olamida bizni kuzatayotganlar, shogirdlar, ustozlar, do'stlar, hamkasblar bizni kuzatishyapti. Oddiy xalq, tinglovchi, siz to'ylarda xizmatda bo'lgan to'ychilar kuzatishyapti, kuyovlar, kelinlar kuzatishyapti. Ularga fikrlaringiz, tilaklaringiz. Men hammalariga avvalambor sog'lik, yurtimizni tinchligini tilayman. Sog' bo'lsinlar. Yaxshi kunlar qilsinlar, siz yaxshi kunlariga borib xizmatda bo'laylik. Hammalaringizga rahmat. Biz sizlar uchun har doim ijodda, mehnatda rahmat tilayman. Boringizga shukr. Qadrli tomoshabinlar, demak, Dildan suhbat loyihamiz asosida xonanda Said Jafarov bilan birga suhbat uyushtirdik. Qaysidir ma'noda shaxsiyatlarini, ochilmagan qirralarini ochishga harakat qildik, lekin Said bilan va ustozlar bilan Xudo xolasa yana oldinda suhbat uchun mavzular Xudo xolasa topilsin, qilinayotgan mehnatlar o'zini samarasini bersin, qilinayotgan xarajatlar o'zini oqlasin va Xudo xolasa hitlar chiqib, kattakon sahnalarni zabt etganlarida Said Jafarovni vaqtiga qarab, aka qachon kelasiz deb shu ko'cha tilida aytganda bosar tusarisini bilmay qoling aka. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Xo'p, eslatib o'tamiz, Ilhom video guruh studiyasi, Ilhom studiyasida suhbatimiz tasvirga olindi. Tasvirga olishda yaqindan yordam berganliklari uchun Izzat Yo'ldoshev boshchiligidagi operatorlar jamoasi Ilhomjonga ham alohida rahmat. Yana buxorolik zabardast ijodkorlarni, taniqli insonlar bilan bo'ladigan suhbatlarimizni internet tarmoqlari, aynan buxoroliklar YouTube kanali orqali sizlarga taqdim etib borishga harakat qilamiz. Like bosing, izohlarda esa fikrlaringizni kutib
qolamiz. Suhbat jarayonida kimnidir ko'ngliga, qalbiga ozor bergan bo'lsak, buning uchun uzr so'raymiz. Menimcha hammasi ro'y-rost aytildi. Endi ko'ngilda bori chiqadi. Shunday. O'zingizni asrang do'stlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishamiz.